Zamonaviy dunyoda qidiruv tizimlari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ular axborot olish, ma'lumot to'plash kabi bir muncha ishlarimizni yengillashtirdi. Biroq bugun ular shunchaki ma'lumot topish vositasi emas. Ular nimani ko'rishimiz va qaysi manbaga ishonishimizni belgilab beruvchi kuchli filtrlarga aylangan. Google, Bing, Yandex kabi eng mashhur qidiruv tizimlari har biri o'ziga xos algoritm va manfaatlarga ega bo'lib, foydalanuvchiga taqdim etilayotgan natijalar ham aynan shu algoritmlar asosida shakllanadi. Natijada biz internetda mavjud bo'lgan barcha haqiqatni emas, qidiruv tizimi bizga ko'rsatishni lozim topgan qisminigina ko'ramiz. Barchamiz deyarli har kuni Google ga murojaat qilamiz. Kamdan kam odam o'z hayotini Google siz tasavvur qiladi. Ammo u bizga faqat axborot berayotgan neytral vositami yoki biz ko'rayotgan, o'qiyotgan va hatto ishonayotgan ma'lumotlarni sezilmas tarzda yo'naltirib turadigan kuchli mexanizmmi? Bugungi kunda Google dunyodagi eng keng qo'llaniladigan qidiruv tizimi hisoblanadi. U tezkor ishlashi, Gmail, Google Maps hamda YouTube kabi xizmatlar bilan chuqur integratsiyasi orqali foydalanuvchi hayotining deyarli barcha raqamli jihatlariga kirib borgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Google global qidiruv bozorining 90% dan ortig'ini nazorat qiladi. Bu raqamlar uning texnologik ustunligidan tashqari raqobatchilar uchun deyarli yopiq maydon shakllanganini ham ko'rsatadi. Chunki Bing va Yandex kabi yirik qidiruv tizimlarining ulushi global miqyosida atigi bir necha foizdan oshmaydi. Natijada tanlov mavjuddek ko'rinsa-da, foydalanuvchilarning katta qismi uchun qidiruv tizimini tanlash masalasi allaqachon hal bo'lib bo'lgan. Bu esa savolni yanada keskinroq qiladi. Google yetakchi bo'lgani uchun tanlanyaptimi yoki tanlangani uchun yetakchimi? Javobni sizga qoldiramiz. Endi bu holat qidiruv tizimini oddiy axborot vositasidan chiqarib, axborotning filtrlash va yo'naltirish orqali jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatadigan mexanizmga aylantirishi mumkinmi? Reklama, siyosiy manfaat yoki tijoriy ustuvorlik qidiruv natijalariga ta'sir qilishi, axborotni manipulyatsiya qilish ehtimolini yanada kuchaytirmaydimi? Google nafaqat eng ko'p ishlatiladigan qidiruv tizimi, balki internetga kirish darvozasi vazifasini ham bajaradi. Google o'z faoliyati davomida bir qancha strategik xaridlarni amalga oshirgan. Ulardan eng mashhurlari Android, YouTube, DoubleClick. Googlening shakllanishi tasodifiy jarayon emas. 1996-yilda Stanford universitetida tahsil olayotgan Larry Page va Sergey Brin oddiy ilmiy loyiha sifatida qidiruv mexanizmi ustida ishlay boshlashdi. Oradan 2 yil o'tib, 1998-yil 4-sentyabrda bu tajriba rasmiy kompaniyaga aylandi va Google nomi bilan ro'yxatdan o'tkazildi. Kompaniya nomi matematikadagi Google, ya'ni 10ning 100-darajasini anglatish ham ramziy ma'noga ega. Google asoschilari internetdagi axborot miqdori juda ulkan ekanini, biroq u tartibga solinishi va boshqarilishi mumkinligini aynan shu ramz orqali ifodalamoqchi bo'lishgan. Shu jihatdan Google tushunchasi nafaqat matematik termin, balki Googlening o'zini qanday kuch sifatida ko'rganini ham aks ettiradi. Cheksiz axborot ichida tartib o'rnatish va hukmronlik qilishga da'vogarlik qilgan platforma sifatida. Google nimasi bilan mashhur? Avvalo, u deyarli hamma joyda bor. Google Search dunyodagi eng yirik qidiruv tizimi. U internetdagi ma'lumotlarni indekslaydi va foydalanuvchilarga yetkazib beradi. Ammo u berayotgan javoblar tasodifiy emas. Ular saralangan, ustuvorlik berilgan va filtrlardan o'tkazilgan axborotdir. Google Maps bizni manzilga olib boradi, yo'llarni ko'rsatadi. Shu bilan birga u qayerda yurganimiz, qachon harakatlanganimiz haqidagi ma'lumotlarni ham yig'adi. YouTube dunyodagi eng katta video platforma. U ko'ngil ochish vositasi sifatida boshlangan bo'lsa-da, bugun u e'tibor iqtisodiyotining markaziga aylangan. Android esa dunyo smartfonlarining katta qismida ishlaydi. Bu esa Google ga nafaqat internetda, balki cho'ntagimizda ham doimiy hamroh bo'lish imkonini beradi. Google sun'iy intellekt sohasida ham ilg'or. Gemini, DeepMind va hokazo. Bu texnologiyalar inson imkoniyatlarini kengaytirayotgandek ko'rinadi. Ammo bu jarayonda muhim savol tug'iladi. Inson mustaqil fikrlayaptimi yoki asta-sekin qaror qabul qilishni algoritmlarga topshiryaptimi? Muammo texnologiyada emas, uni qanday va qanchalik ongli ishlatayotganimizdadir. Googlening ustunligi raqamlarda ham yaqqol ko'rinadi. 2025-yil holatiga ko'ra, Google butun dunyo qidiruv tizimlarini 90% ni egallaydi. Ya'ni internetdagi qidiruvlarning deyarli hammasi uning orqali amalga oshiriladi. Har kuni 15 milliardga yaqin qidiruv so'rovi shu tizim orqali qayta ishlanadi. Bu raqamlar shuni anglatadiki, foydalanuvchilar internetdagi axborotni topish uchun tobora ko'proq Google ga tayanmoqda. Bu esa foydalanuvchilarning axborotga kirishi ko'p jihatdan bitta kompaniya algoritmlariga bog'liq ekanini anglatadi. Bundan tashqari Google mashhur ilovalarning kamida yarmiga egalik qiladi. YouTube, Google Play, Gmail va boshqalar.
Google'ning internet olamidagi ta'siri qanchalik kuchli ekanini ko'rsatgan eng yorqin holatlardan biri 2013-yil 16-avgustda sodir bo'lgan. O'sha kuni Google'ning asosiy serverlarida atigi bir necha daqiqalik uzilish ro'y bergan. Shu qisqa vaqt ichida global internet trafigi keskin pasaygan. Ayrim baholashlarda bu ko'rsatkich 40% atrofida deb qayd etilgan. Bu voqea Google'ning oddiy kompaniya emasligini, balki internet infratuzilmasining markaziy bo'g'inlaridan biriga aylanganini ochiq namoyon qildi. Ya'ni bitta kompaniyadagi texnik nosozlik butun dunyo raqamli hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Foydalanuvchi Google'dan foydalanar ekan, u faqat qulaylik olmaydi, balki o'zining qiziqishlari, odatlari va raqamli izlarini ham tizimga topshiradi. Shu ma'noda bepul xizmat tushunchasi nisbiy bo'lib qoladi. Chunki uning ortida juda qimmat narx, foydalanuvchi ma'lumotlari, uning ustidan doimiy kuzatuv va axborot nazorati yashiringan bo'ladi. Google bugungi kunda shunchaki qidiruv tizimi emas, u axborotga kirish darvozasi, kundalik qarorlarimizga ta'sir qiluvchi mexanizm va raqamli hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. U tez, qulay va bepul, ta'limni osonlashtirdi, biznesni tezlashtirdi, ilm-fan va global aloqalarni rivojlantirdi. Shu bilan birga, Google insoniyat tarixida hech qachon bo'lmagan darajada axborot oqimini markazlashtirdi. Shuningdek, tizim tomonidan taqdim etilgan qo'shimcha funksiyalar, boshqa tizimlar bilan integratsiya, bir akkaunt orqali turli platformalardan foydalanish va ma'lumotlarni sinxronlash tizimdan foydalanishni sezilarli darajada qulay va samarali qilishi mumkin. Lekin aynan shu qulaylik ortida muhim savol yashiringan. Xizmatlar qanchalik ko'p bog'langan bo'lsa, foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlar shunchalik kengroq doirada jamlanadi. Natijada qulaylik oshgani sayin foydalanuvchining shaxsiy hayoti ustidan nazorat ham kuchayadi. Qulaylik evaziga foydalanuvchi o'z ma'lumotlarini topshiradi. Ko'pchilik bu jarayonni anglamaydi yoki unga e'tibor bermaydi, chunki tizim juda qulay ishlaydi. Qidiruv natijalari neytral ko'rinsa-da, ular algoritmlar orqali shakllanadi. Algoritmlar esa manfaatlardan xoli emas. Qaysi axborotni ko'rishimiz, qaysi birini ko'rmasligimiz ko'pincha biz sezmagan holda hal qilinadi. Pro-Isroil biyasi doirasida shakllantirilgan algoritmni g'azo haqidagi post va videolarni o'chirishi, kanallarni bloklashi bunga yorqin misoldir. Shaxsiy rejimda nima qidirganingiz yodingizda emasmi? Google'ning yodida. Google foydalanuvchiga inkognito, ya'ni maxfiy rejimni taklif qiladi. Go'yoki shaxsiy, izsiz va kuzatuvsiz qidiruv. Ammo aynan shu rejim Google'ga nisbatan eng katta shubhalarni uyg'otgan. 2020-yil iyun AQShda Google'ga qarshi jamoaviy sud da'vosi ochildi. Da'voga ko'ra, foydalanuvchi o'zini anonim deb hisoblagan paytda ham uning tashrif buyurgan sahifalari va onlayn faolligi Google Analytics va Ad Manager kabi reklama vositalari orqali yig'ilib, foydalanuvchining qiziqishlari, odatlari va hatto o'ta shaxsiy bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar haqida xulosa chiqarishga imkon bergan. Bu voqea bitta savolni ochiq qoldiradi. Agar inkognito rejimi ham to'liq maxfiy bo'lmasa, unda foydalanuvchiga va'da qilinayotgan shaxsiylik qanchalik haqiqiy? Google bu ma'lumotlarni nima qiladi? Bu ma'lumotlarning vazifasi reklama. O'rni kelganda esa siyosiy kuchlarning quroli. Google sizga shunchaki reklama ko'rsatmaydi. U sizga mos reklama ko'rsatadi. Yosh, joylashuv, qiziqish, odatlar hammasi hisobga olinadi. Siz tasodifan ko'rgan mahsulot emas, balki ko'rishingiz ehtimoli eng yuqori bo'lgan mahsulot oldingizga chiqadi. Chunki Google'ning asosiy mijozlari foydalanuvchilar emas, reklama beruvchilardir. Albatta, Google inkor qilib bo'lmaydigan foydalar keltirdi. U tez va bepul ma'lumotlarga yo'l ochdi. Ta'lim, ilm-fan va biznes rivojiga katta hissa qo'shdi. Global aloqa imkoniyatlarini kengaytirdi va millionlab ish o'rinlarini yaratdi. Ammo bu qulaylikning ikkinchi tomoni ham bor. Ayrim mamlakatlarda senzura va axborot ustidan nazorat masalalari ochiq qolayotgan paytda Xitoy o'z hududida Google xizmatlarini taqiqlab qo'ydi. U buni shunchaki texnik sabablar bilan emas, balki axborot ustidan to'liq nazoratni saqlab qolish maqsadida taqiqladi. Bu esa raqamli erkinlikka davlat siyosati qanday ta'sir ko'rsatishini amaliy misol bilan ko'rsatadi. Bu holatdan tushuniladiki, Google ayrim davlatlar uchun shunchaki xizmat emas, balki axborot ustidan hukmronlik masalasiga aylangan kuchdir. Ba'zi davlatlarda esa qidiruv natijalari filtrlanadi. Ma'lum mavzular cheklanadi yoki butunlay ko'rinmaydi. Ba'zi holatlarda esa hukumatlar bilan ma'lumot almashish masalalari kun tartibiga chiqadi. Bu esa Google'ning faqat texnik platforma emas, balki axborot oqimini boshqaruvchi kuch ekanini ko'rsatadi. Shu sababli qidiruv tizimini tanlashda qulaylik va funksionallik bilan bir qatorda u foydalanuvchini qanchalik kuzatishi, qanday axborotni ustun qo'yishi va qaysi ma'lumotlarni yashirish ham inobatga olinishi lozim. Google AdWords, ya'ni
reklamani qidiruv natijasiga moslash tizimini qo'llash orqali kompaniyani ulkan daromad manbaiga aylantirdi. Aynan shu reklama daromadlari hisobiga Google ko'plab boshqa mahsulot va xizmatlarni moliyalashtira oldi. Lekin barcha kengayishlarga qaramay, qidiruv tizimi hanuzgacha Googlening asosiy biznes ustuni bo'lib qolmoqda. 2017-yilda kompaniya reklama orqali 90 milliard dollardan ortiq daromad olgan. Alphabet, Googlening ona korporatsiyasi, 2024-yil oxiriga kelib 183 mingdan ortiq xodimni ish bilan ta'minlagan. Bu esa Google'ni nafaqat texnologik, balki iqtisodiy jihatdan ham global gigantga aylantirdi. Ba'zi tizimlar maxfiylik yoki muayyan mavzular bo'yicha Google'dan afzal bo'lishi mumkin, ammo bu afzalliklar cheklangan. Chunki Google'ning ustunligi sifatda emas, u kundalik odatda yashiringan. Google foydalanuvchiga eng yaxshi natijani emas, eng tanish va eng qulay natijani beradi. Natijada tanlov mavjuddek ko'rinsa-da, foydalanuvchi ko'pincha boshqa variantlarni sinab ham ko'rmaydi. Yirik qidiruv tizimlari natijalarni qulaylashtirish bahonasida foydalanuvchi haqida tobora ko'proq ma'lumot to'playdi. Natijalar siz izlayotgan narsaga emas, balki siz haqingizda shakllantirilgan profilga moslashadi. Google xizmatlari bepul, ammo bepul xizmatning ham narxi bor. Bu narx foydalanuvchining diqqati, odatlari va shaxsiy ma'lumotlaridir. Vaqt o'tib esa mustaqil fikrlash sekinlashadi. Eslab qolish shart bo'lmay qoladi. Chunki barchasi Google'da bor. Endi bir zum o'ylab ko'ring. Bugun oxirgi marta nimani Google'siz mustaqil topdingiz? Qaysi fikr sizniki-yu, qaysisi esa algoritm tavsiya qilgani? Bu muammolarning barchasi texnologiyadan voz kechish bilan emas, undan ongli foydalanish orqali hal qilinadi. Birgina Google bilan cheklanib qolmaslik, balki axborot doirasini kengaytirish kerak. Ilmiy izlanishlar uchun Google bilan bir qatorda kitob va maqolalar, tarixiy yoki falsafiy savollarda esa ensiklopedik manbalardan foydalanish, murakkab savollarga iloji boricha kitob va tadqiqotlardan javob topish, bular mustaqil fikrni saqlaydi. Ko'p axborot, ko'p bilim degani emas. Google maqsadga bo'lgan vositadir. U fikrlashni o'rgatishligi emas, balki uni qo'llab-quvvatlashi lozim. Savolni algoritmga emas, avval o'zingizga bering.